Xitoy kommunistlarining Sharqiy Turkistonda professor va tadqiqotchilarni yo'qotish siyosati davomlashmoqda. Eng yangi uchurlarga asoslanganda Xinjiang Fanlar Akademiyasining tadqiqotchisi dаңlıq professor Kurash Toyirning Xitoy soqchilari tomonidan ib ketilganligi va turmaga qamalganligi o'tirg'i chiqdi. Dаңlıq shoir Toyir Tolibning o'g'li bilan Kurash Toyirning nima sababdan tutilganligi noma'lum. U tutilgandan keyin hech bir izdergi bo'lmagan. Angliya Tashqi ishlar ministri Jeremy Hunt Sharqiy Turkistonda ziyoratda bo'lgan diplomatlarning yig'ilish lagerlari haqidagi xabarlarning to'g'riligini jazmlashtirganligini bildirdi. Hunt bu vaqtdagi andishlarini Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yiga bildirganligi haqida to'xtalib, avgust oyida diplomatlarimiz bu rayonda ziyoratda bo'ldi. Diplomatlarimiz yig'ilish lagerlari haqidagi xabarlar va dokladlarning to'g'riligiga bir fikrga keldi. Men bu vaqtda Wang Yi bilan ko'rishdim. Bu masalaga davomli ko'ngil bo'lamiz dedi. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Komitetining 6 noyabr Janvada ochiladigan Xitoyning Kişilik Hukuk xotirasiga qarab chiqish yig'ini ochilishdan burun Xitoyning Sharqiy Turkistondagi bostirishlarga bo'lgan noroziliklar kuchaymoqda. Yig'in ochiladigan kuni Xitoyning Sharqiy Turkistonda Uyg'ur, Qozoq va Qirg'izlarga elib berilayotgan bostirishlarga qarata norozilik namoyishi o'tkazish uchun dunyoning har qaysi joylaridagi Sharqiy Turkiston ommaviy tashkilotlari safarbarlik harakatiga o'tdi. Qozog'istonning Turkiston shahri Türk dunyosining ma'naviy rahbari Xo'ja Ahmad Yasavining qabrisi qatorliq ma'naviy va tarixiy meroslari bilan sayohatchilarning diqqatini tortmoqda. Shaharni ziyorat qilgan sayohatchi soni bu yil 1 milliondan oshgan bo'lib, 2025-yilgacha 5 millionga yetish planlanmoqda. Qozog'istonning janubiga joylashgan bu shahar milodiy 4-asrda qurilgan bo'lib, Xo'ja Ahmad Yasavining tug'ilib o'sgan va yashab o'tgan shahri deb qaraladi. Tredent Jankicher 18 nomli harbiy manevrga rahbarlik qilayotgan NATOning Napoldagi qo'mondonlik markazining qo'mondoni general James Fouko bu manevrning NATOning kuchi va barliq ittifoqdoshlarini qo'g'dashga tayyorlik ekanligini aytdi. Fouko televiziya telefon yig'ini vasitasi orqali 25-oktyabr Norvegiyada boshlangan va 7-noyabr oyoqlashadigan bu harbiy manevr haqida axborot vositalariga bayonot berib, biz har qachon tayyor dedi.